Shilpa Shetty Hind kinosi va televideniyasining porloq yulduzi, aktyorlik, tadbirkorlik va ijtimoiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlari bilan tanilgan. Uning hayoti san'at, sog'lom turmush tarzi va optimistik qarashlar bilan uyg'un. 1975-yil 8-iyunda Karnataka shtatining Mangalore shahrida tug'ilgan Shilpa Shetty tulu tilida so'zlashuvchi Bunt oilasida voyaga yetgan. U Chemburdagi Avliyo Antoniy qizlar oliy maktabida va Matungadagi Podar kollejida tahsil olgan. Bharatnatyam raqs san'atini o'rgangan va maktabda voleybol jamoasi sardori bo'lgan. Bundan ajablanmasa ham bo'ladi. Balki shuning uchun ham uning bo'yi uzundir. 1991-yilda Limca reklamasida suratga tushib, modellik faoliyatini boshlagan va bu uni kino olamiga kirib kelishiga turtki bo'ldi. Shilpa Shetty 1993-yilda Bazigar filmi bilan katta ekranlarda debyut qildi va bu rol unga Filmfare mukofotiga nomzodlikni olib keldi. Uning Darkan, ya'ni Qalb tug'yoni va Pirmilengi yana uchrashamiz filmlaridagi rollari tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. Pirmilengi filmidagi Oids mavzusidagi roli unga bir nechta mukofotlarga nomzodlikni olib keldi. 2007-yilda Britaniyaning Celebrity Big Brother reality showsida g'olib bo'lib, xalqaro miqyosda mashhurlikka erishdi. Keyinchalik Hangama 2 va Sukhi filmlarida bosh rolni ijro etdi. Shilpa Shetty Naj Baliye, Super Dancer va India's Got Talent kabi mashhur reality shoularning hakami sifatida ishtirok etgan. 2024-yilda u Rohit Shetty rejissyorligidagi Indian Police Force serialida birinchi ayol politsiyachi obrazini yaratdi. Shilpa sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi faol sifatida tanilgan. U yoga bo'yicha YouTube kanaliga ega bo'lib, The Great Indian Diet kitobining ham muallifi hisoblanadi. Agar bu sohaga siz qiziqsangiz, masalan, yoga bilan shug'ullanishni istasangiz, Shilpa Shettyning videolarini tomosha qilib ham yoga bilan shug'ullanishni boshlashingiz mumkin. Uning ijobiy hayotiy falsafasi va ruhiy o'sishga bo'lgan e'tibori Shilpani ko'plab muxlislar uchun o'rnakka aylantirgan. Shilpa Shetty 2009-yilda tadbirkor Raj Kundra bilan turmush qurgan. Ularning 2012-yilda tug'ilgan o'g'li va 2020-yilda surrogat ona orqali dunyoga kelgan bir nafar qizi bor. O'z vaqtida matbuotda Raj Kundra haqida turli gap-so'zlar chiqdi. Bu haqda esa keyinroq balkim batafsil ma'lumot beramiz. Shilpa Shetty sog'liqni saqlash va go'zallik sohalaridagi startaplarga, jumladan ba'zi kompaniyalarga sarmoya kiritgan. Bu boradagi faoliyati uni muvaffaqiyatli tadbirkorga aylantirgan. Shilpa Shetty faoliyati davomida 11 ta mukofotga sazovor bo'lgan va 30 martadan ortiq nomzodi ko'rsatilgan. U 2007-yilda Leeds universiteti tomonidan faxriy doktorlik unvoni bilan taqdirlangan. Shilpa Shetty bu san'at, sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'unlashtirgan shaxs. Uni turli shoularda, hatto TikTok va YouTube, Instagramlarda videolarini tomosha qilishingiz va u haqida ma'lum tasavvurga, yana boshqa yangiliklarga ega bo'lishingiz mumkin.